Oddiy oldimizga oyog'imizni taxlasak bo'ladi yoki pol-lotos. Umurtqamizni tekis qilib olib, yelkalar orqaga pastga, boshimizni uchidan kimdir tortayotgandek, dahanimizni yerga parallel. Ozgina ko'zimizni yumib, o'zimizga nastroyka qilib olamiz. Hayotiy tashvishlardan, rozetkadan chiqarib, o'zimizga ulaymiz. O'zimizni quloq solib ko'ramiz. Nafas olishimizga, yurak urishimizga, kaftlarimizni ochib qo'yamiz. O'shanda biz informatsiyaga ochiq bo'lamiz va olamga ochiq bo'lamiz. Chuqur nafas olib, praktikamizni boshlaymiz. Biz tayyormiz. Birinchisi bu tizzamizga turib olamiz. Tizzamizga turib, qo'llarimizni qulf qilib, o'girib tepaga ko'taramiz. Nafas olganda tepaga cho'zilib, nafas chiqarayotganda yonimizga o'tiramiz. Oyog'imizga emas, o'ng tarafga o'tirib, o'ng yonboshimizni cho'zib, yana nafas chiqarayotganda bu. Nafas olayotganda tepaga, nafas chiqarayotganda endi chap tomonga o'tirib, sag'al yonboshimizni cho'zib, bu mashq belni ingichka qiladi, nafaqat ayollik energiyasini oshiradi. Har tomonga 3-5 marta qilamiz. Молодцы. Barakalla, keyingi. Oyog'imizni, tizzalarimizni kengroq qo'yamiz, tos kengligida, qo'limizni belimizga qo'yamiz. Yelkalar tekis, yurak ochiq, yurak kasalligi sag'al qattiq pragib qilish mumkin emas, chalaroq qilinadi. Tirsaklar orqaga, nafas olganda orqaga ketamiz. Nafas chiqarganda dahanimizni o'zimizga tortamiz. Yana nafas olayotganda orqaga, nafas chiqarganda pastga. Bu mashq yuzimizni ham yoshartiradi. Nafaqat osonkaga. Endi o'tirib olamiz. Oyog'imizni cho'zib, sag'al silkitib olamiz agar charchagan bo'lsa. Tekis o'tirib, bir oyog'imizni buklaymiz. Iloji bo'lsa, tizzani orqasiga qo'yamiz, qo'yilmasa shu yerda qo'yaveradi. O'ng oyoq bo'lsa, chap qo'l bilan quchoqlab, orqaga skrutka. Cho'zilgan oyoq tepaga qarab turadi oyoqning uchi. Chuqur nafas olib, nafas chiqarayotganda yana ham chuqurlashtiramiz. Bu holatni qiyinlashtirish uchun pastiga oyoqni buklab olsak ham bo'ladi. Yoki yana ham qiyinlashtirish uchun oyoqni taxlab, oddiy skrutka. Shuni boshqa tomonga qilamiz. Chap oyog'imizni buklab, o'ng tizzani orqasiga, o'ng qo'l bilan chap oyog'ini quchoqlab, orqaga. Nafas chiqarayotganda chuqurlashtiramiz. Bu yerda ichki organlar massaj bo'ladi. Pastiga oyoq taxlanadi. Agar iloji bo'lsa, iloji bo'lmasa, oldingi holatda qolaveradi. Yana qiyinlashtirish uchun taxlab skrutka. Endi oyog'imizni yana charchasa sразу silkitib, charchoqni chiqarib olib, oyog'imizni birlashtirib o'zimizga tortamiz. Bu kapalak pozasi. Ozgina uchamiz. Bu poza именно ayollarning ichki organlariga, ichaklarga yaxshi, varikozlarga. Umurtqamizni tekislaymiz. Oyog'imizni kitobga o'xshab ochib,
sahal engashamiz. Iloji bo'lsa, yogada o'zini qiynashi yo'q, yogada og'riq, diskomfort yo'q. Qila olgancha qilib, chuqur nafas olamiz. Sahal yana oyog'imizni silkitib, endi meditatsiyaga vaqt qolgan bo'lsa, meditatsiya o'tkazib berishim mumkin. Bu asosiy mashqlar edi. Ko'zimizni yumib, как раз yogadan keyin biz juda ham boshqacha holatda bo'lamiz. Birinchi kaftlarimiz ochiq, ko'zimizni yummay turib, atrof muhitni ongli ravishda anglab olamiz. Qarab hamma yoqga, o'tirgan xonamizga chuqur nafas olib, ko'zimizni yumamiz. Chuqur nafas olib, har nafas olganda oyoqni uchigacha havo bilan to'ldirayotgandek. Eslab ko'ramiz. O'zimiz uchun qachon oxirgi marta nimadir qildik? Mayli, может быть, mayda narsadir, o'zimiz uchun nimadir mazali narsa olib berdikmi yoki qanaqadir sovg'a qildikmi yoki og'ir ishdan ketib yordikmi? Qanaqadir nima qildik o'zimiz uchun? Shu yaqin orada yoki umr davomida shu mayda narsalardan bizani o'zimizni yaxshi ko'rishimiz, shu narsalarda biza shu hayajonlanmanmi? Uzr. Ko'zimizni yumib, his qilamiz o'zimizni energiyamiz oshayotganini. Ayollik energiyasi juda ham kuchli. Ko'tarilib, ichimizda to'lib, aylanib ketyapti ayollik energiyasi. Chuqur nafas olib, qo'limizni yuragimizga qo'yib, o'zimizga sevgi izhor qilamiz. Men o'zimni yaxshi ko'raman. Qanaqa bo'lsam, shunaqa yaxshi ko'raman. Qanaqa holatda bo'lsam ham, qaysi nastroyeniyada bo'lsam ham, men o'zimni sevaman. Borligimcha. Shu so'zlarni qaytarib, o'zimizga shunaqa qilib, o'zimizni yaxshi ko'rishimizni Motivatsiya beramiz. Motivatsiya berib Va o'zimizni ishontiramiz. oshiramiz.